2026 yilgi yangi Impala modeli mashhur amerikalik brend Chevrolet tomonidan zamonaviy texnologiyalar va kuchli ishlash ko'rsatkichlari bilan taqdim etilmoqda. Ushbu sedan klassik dizayn an'analarini saqlab qolgan holda yanada sportcha va aerodinamik ko'rinishga ega bo'lgan. Old panjaraning yangilangan shakli, ingichka LED faralar va kengaytirilgan havo kirish teshiklari avtomobilga agressiv va zamonaviy ruh bag'ishlaydi. Kuzov chiziqlari silliq va oqimli bo'lib, shamol qarshiligini kamaytirish orqali yoqilg'i samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. 2026 Impala kundalik foydalanish va uzoq safarlar uchun qulay variant sifatida ishlab chiqilgan. Yangi model kuch agregatlari bo'yicha bir nechta variantlarni taklif etadi. Asosiy komplektatsiyada 2,5 litrli 4 silindrli dvigatel o'rnatilib, taxminan 200 ot kuchi ishlab chiqaradi. Kuchliroq versiyada esa 3 litrli va 6 dvigatel mavjud bo'lib, u 300 ot kuchiga yaqin natija ko'rsatadi. Har ikkala dvigatel 8 pogonali avtomatik uzatmalar qutisi bilan birlashtirilgan va silliq hamda tezkor uzatishni ta'minlaydi. Yoqilg'i sarfi aralash siklda o'rtacha 7,5 dan 9 litr atrofida bo'lishi kutilmoqda. Bu esa sedan segmenti uchun raqobatbardosh ko'rsatkich hisoblanadi. 2026 Impala shuningdek gibrid versiyani ham taqdim etadi. Ushbu variant benzin dvigatelini elektr motor bilan birlashtirib, umumiy quvvatni oshiradi va yoqilg'i tejamkorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Elektr rejimida qisqa masofalarni deyarli shovqinsiz bosib o'tish mumkin. Batareya tizimi tezkor quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lib, shaharda harakatlanish uchun juda mos keladi. Bu esa ekologik talablarga javob beradigan va atrof muhitga kamroq zarar yetkazadigan zamonaviy yechimdir. Ichki salon keng va hashamatli ko'rinishga ega. Yumshoq plastik, haqiqiy charm va metall elementlar uyg'unligi premium muhit yaratadi. Old o'rindiqlar isitish va shamollatish funksiyalariga ega bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Haydovchi o'rindigi elektr sozlani.